Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitay virusu yuqumının kelish mənbəsini tədqiq qilishning yangi bosqichi Xitay tarafidan rad qilindi. Amerika Xitayni tekshirishga to'sqinlik qilish bilan aytildi. Aqsaray bayonotchisi Jinpisaki bu tadqiqotning kelgusidagi yuqumning oldini olish uchun ekanligini aytdi va bu tekshirishga qarshi to'siq soladigan vaqt emas dedi. Xitay prezidenti Xi Jinping siyosiy jihatdan sezgir rayonlarning biri bo'lgan Tibet avtonom rayonini ziyorat qildi. Egilanishicha, bu Xitay davlat raisining 30 yildan buyon tunji qitim Tibetda ziyorat bo'lishi ekan. BBCning xabariga qaraganda, Xi Jinping 21-iyul chorshanba kuni juma kunigacha Tibetni ziyorat qilgan. Lekin ziyoratning sezgirligi sababidan tunugun axborotda xabar qilingan. Bir Amerika amaldori Eronning yadro suhbatiga qaytib kelmasligi yoki yangi bosqichda texnik qattiq pozitsiyada bo'lishi mumkinligini aytdi va Eronning Xitoyga neft setishiga qarshi tadbir qo'llanishni o'ylashayotganligini bildirdi. Fransiyadagi koronavirusi ilmiy komitetining raisi Xitoy virusi keltirib chiqargan COVID-19 yuqumidan keyin normal turmushga qaytishining 2023-yilning oldida bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu professor mundaq dedi: "Biz jangda g'alaba qilamiz, lekin bu vaqtda yangi bir xil variant uchrashi mumkin. Shunga normal hayotga qaytish uchun 2022-yilning oxiri, hatto 2023-yilni saqlash kerak." Xitayning Xanan o'lkasining Jingju shahrida yoqqan qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kelkun sababidan o'lganlarning soni 56 ga yetdi. Suv chiqarish va loy tozalash xizmati davom qilayotgan bu shahardagi iqtisodiy ziyonning taxminan 10 milliard dollarga yetganligi ko'rsatildi. Jingju'dagi metro torini suv besib ketgan bo'lib, nurg'un yo'lovchilar qopsilib qolgan edi. MİPA xəvərlərining aytishicha, Xitoy kommunist hokimiyati Şərqi Turkistondagi 6 asrlik tarixga ega Xitay mەsچىتنى muzeyga aylandırgan. Rayon mənbələri təminləyən uçurlarga qaraganda, Şərqi Turkistondagi eng cho'ng va tarixiy masjid bo'lgan Xitay mەsچىتى muzeyga o'zgartirilgan. 1942-yili qurilish tamomlangan bu masjid tarixdan buyon rayonning eng simvolliq masjidi bo'lib kelgan. Azərbaycan Dövlət Müdafiə Ministrligi Ermeniya chegarasida to'qinish yuz berganligini e'lon qildi. Dövlət Müdafiə Ministrligining bayonotida ikki davlat chegarasidagi Kalbajar rayonidagi Azərbaycan nuqtalarining Ermeniya askarlarining hujumiga uchraganligi xabar qilindi. Bayonotda Azərbaycan armiyasining inqoz qaytarganligi va to'qinishning davomlashganligini aytdi. İgilenishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashi Türkiye raisi Erdoğan'ның Shimoliy Siprus ziyarati jarayonida o'tirg'a qo'ygan ikki davlatlik hal qilish chaqiriqini va Marash rayonini ichish qarorini ayiblaydigan bir loyihaga qo'shilgan.